Burxon aka qanday ishlayman dedingiz? Tez yordamda. Qorasuvda. Qorasuv tez yordam. Aka, vizit bo'lsa o'rtacha qanchada yetib borishinglar kerak? Qorasuvni ichida bo'lsa, eng uzoq joyimizga ham 7 minutda boramiz. Hatto 3 minutda boradigan joylarimiz ham bor. Qarang. Agar bo'sh turgan bo'lsak 3 minut, 5 minutda yetib boramiz. Birovni uyida turgan bo'lsak, ilojicha vaqt o'tib qoladi, 5 minut, 10 minut o'tadi. Chunki uni tashlab chiqib keta olmaymiz u. Uni bajarib chiqsa to'xtalar. Ashyadan nari o'tamiz, vizitdan vizitga o'taveramiz. Bu yoqqa 10 minutda yetib Ashnaqa uzoq 10 minut. O'zi belgilangan soati bor, uzoq 20 minutgacha. Unga yetkazmasdan yetib borishga harakat qilamiz. Aka, sizlarning ishinglar juda mas'uliyatli. Xursandmiz sizlarning ishinglarni tushirganimizga. Akamiz keldi, labo mashinasiga tunuka qoplab berdim. Jonkuyar akalardan, chunki bular xalq xizmatida odamlar. Xursandmiz kelganidan. Xo'p, $100 pulimizni solib qatnashyapti. Biz $100 solib alashtirib olamiz. Akam ikkita raqam aytsa, sovg'a qilib beramiz. Aka, ikkita. Ayting. 17 34. Qaysi tomondan? Bu ash tomondan sanayman. 17 34. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 bittasiga ikkinchisiga 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 aka ishlar beshaka yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat. Sizlarning ishinglarga hamma nima qiladi aka, xursand bo'ladi.